Kimdir mendan futbolni o'zini karyerasi uchun yoki pul ishlash maqsadida emas, balki futbolni yaxshi ko'rganidan, o'ziganidan o'ynagan futbolchi haqida so'rashsa, men shubhasiz unga Kristian Eriksen haqida aytib bergan bo'lardim. Gap nima haqida ketyapti? Gap Jahon chempionati oldidan o'sha o'rtoqlik uchrashuvida, Daniya hamda Ukraina uchrashuvida 65-daqiqasida Kristian Eriksenning yuraklari to'xtab qoladi va Allohning izni bilan u yana hayotga qaytadi. Esingizda bo'lsa, Euro 2020 turnirida Daniya hamda Finlandiya uchrashuvida ham Kristian Eriksenning yuraklari ma'lum bir soniya to'xtab qoladi va Allohning izni bilan u yana hayotga qaytadi. Shifokorlar unga yurak xuruji tashxisini qo'yishadi va karyerasini yakunlash haqida aytishadi, lekin Kristian Eriksen futbolni yaxshi ko'rgani va uni sevganligi uchun yana futbolga qaytadi. Oradan 5 yil o'tib uning yuraklari yana xuruj qilib qoldi.